Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekiston qonunchiligida 1-apreldan nimalar o'zgaradi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu tariqa bu videoni yana ham ko'proq insonlar ko'rishi uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Aytgancha, videoning oxirida o'z fikrlaringizni izohlar qismida ham qoldirib ketishni unutmang. Diqqat qiling. Birinchi o'zgarish: soliqqa oid huquqbuzarliklar bo'yicha javobgarlikka tortish tartibi o'zgarmoqda. Soliq organlari xodimlari tomonidan ularga biriktirilgan korxonalarda yoki mahallalardagi tadbirkorlik subyektlarida soliqqa oid huquqbuzarliklar ro'yxat bo'yicha aniqlanganda birinchi marta ogohlantirish beriladi. Ogohlantirishdan so'ng 3 kun muddatda soliqqa oid huquqbuzarlik bartaraf etilmagani yoki takroran aniqlangani sayyor soliq tekshiruvini o'tkazishga asos bo'ladi. Sayyor soliq tekshiruvi faqat qarorga 4-ilovada keltirilgan soliqqa oid huquqbuzarliklar bo'yicha amalga oshiriladi. Shuningdek, uni tekshiruv boshlangandan so'ng 24 soat ichida Yagona davlat nazorati axborot tizimida ro'yxatga olish orqali biznes ombudsmanni xabardor etish tartibida amalga oshirishga ruxsat etiladi. Sayyor soliq tekshiruvchi natijalari bo'yicha rasmiylashtirilgan dalolatnoma sayyor soliq tekshiruvchi bo'yicha qaror qabul qilish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi o'zgarish: QQSni qaytarishni yangi tartibi joriy etilmoqda. 2028-yil 1-yanvarga qadar chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari tomonidan davlat byudjetiga to'langan QQSning 50%ni har oyning 25-sanasiga qadar qaytarish tartibi joriy etiladi. Bunda ushbu tartib ishlab chiqarilgan go'sht, sut, parranda go'shti hamda tuxumni realizatsiya qilishdan tushgan umumiy tushum jami tovarlarni, ya'ni xizmatlarni realizatsiya qilishdan olgan daromadning kamida 90% ni tashkil qiladigan chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklariga nisbatan tatbiq etiladi. Uchinchi o'zgarish: dori vositalarining narxini shakllantirish tartibi o'zgarmoqda. Cheklangan savdo ustamalari faqat retsept bilan beriladigan dori vositalari toifasiga nisbatan tatbiq etiladi. Bunda mahalliy va xorijiy dori vositalariga nisbatan amaldagi referent narxni shakllantirish tizimi saqlab qolinadi. To'rtinchi o'zgarish: ayrim subyektlar uchun ijtimoiy soliq va daromad solig'i miqdori pasaytirilmoqda. 2025-yil 1-apreldan 2028-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda quyidagilar 1% miqdorida belgilanadi. Yangi tashkil etiladigan qishloq xo'jaligi kooperativlari va dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha kooperativlar uchun ijtimoiy soliq stavkasi. Ko'rsatilgan kooperativlarga ishga qabul qilingan uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi. 5-o'zgarish: farmatsevtika va tibbiy xizmatlar QQSga tushadi. Farmatsevtika mahsulotlarini realizatsiya qilish yoki tibbiy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar daromadlaridan qat'iy nazar QQS to'lovchilari deb e'tirof etiladi. 6-o'zgarish: ayrim toifadagi bolalarga transport xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha eksperiment boshlanadi. Aholini ijtimoiy himoya qilish milliy agentligiga 2025-yil 1-apreldan Toshkent, Andijon va Samarqandda, 2025-yil oxirigacha esa respublikaning boshqa hududlarida bosqichma-bosqich transport xizmati ko'rsatish bo'yicha loyihani pilot sifatida joriy etish topshiriladi. Loyiha doirasida ixtisoslashtirilgan maktablar, maktab-internatlarda tahsil olayotgan ko'rish organlari va tayanch harakat apparati kasalliklari bo'lgan bolalarga transport xizmatlari ko'rsatiladi. 7-o'zgarish: yashil tariflar joriy etiladi. Chiqindilarni utilizatsiya qilish, shuningdek shamol va quyosh manbalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi uchun yashil tariflarni joriy etish rejalashtirilmoqda. Bunda tadbirkorlik subyektlari tomonidan chiqindilar va biogazni utilizatsiya qilish orqali ishlab chiqariladigan, shuningdek tashkilotlar tomonidan o'z hududlarida o'rnatilgan shamol va quyosh elektr qurilmalari orqali ishlab chiqariladigan elektr energiyasi uchun aholi tomonidan quyosh manbalaridan olingan iste'moldan ortiqcha qismi davlatga sotiladigan elektr energiyasi uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. 8-o'zgarish: nodavlat sektor yetim bolalarni parvarish qilishga jalb qilinadi. Nodavlat sektor ijtimoiy yetimlikning oldini olish, yetim bolalar va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni uzoq muddatli yoki qisqa muddatli asosda parvarish qilish va tarbiyalash xizmatlarini ko'rsatish jarayoniga jalb etiladi. 9-o'zgarish: mahallalarda oilaviy turdagi ixcham bolalar uylari tashkil etiladi.
Samarqand va Toshkent shaharlarida tajriba tariqasida outsourcing asosida kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan boquvchisini yo'qotgan to'liq bo'lmagan oilalar, mehnatga layoqatli a'zolari bo'lmagan oilalar, 2 va undan ortiq a'zosi nogiron bo'lgan oilalarning parvarishga muhtoj bo'lgan a'zolarini kunduzgi qarovga olish xizmatlari ko'rsatiladi. Shuningdek, mahallalarda oilaviy turdagi ixcham bolalar uylari tashkil etiladi. Bundan tashqari, DXSH asosida maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni kunduzgi parvarishlash xizmatlarini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan jismoniy shaxslarga maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar, shu jumladan nogiron bolalarni kunduzgi parvarishlash xizmatlarini yuridik shaxslarga ko'rsatishga ruxsat beriladi. 10-o'zgarish. Tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi doirasida abonent to'lovini to'lash bo'yicha imtiyozlar bekor qilinmoqda. 2025-yil 1-aprelga qadar mehmonlarni hisobga olishning avtomatlashtirilgan maxsus elektron dasturiga e-mehmon ulangan xususiy tibbiyot va sog'lomlashtirish muassasalari dastlabki 6 oylik abonent to'lovini to'lashdan ozod etilgan edi. 11-o'zgarish. Ayrim hujjatlarning qog'oz shakllari bekor qilinmoqda. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma va guvohnomalar, talabalik guvohnomalari, o'quvchi guvohnomalari, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs guvohnomalarining qog'oz shakllari bekor qilinib, ularning o'rniga ijtimoiy karta joriy etiladi. 12-o'zgarish. Oilaviy shifokorlarni rag'batlantirish tizimi joriy etiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyalari mutaxassislarining nogironlikni belgilash yangi tartibi bo'yicha malakasini oshirish choralarini ko'radi. Oilaviy shifokorlarni fuqarolarning tibbiy hujjatlarini TIEKka o'z vaqtida va sifatli yuborish natijalaridan kelib chiqib, rag'batlantirish yoki intizomiy javobgarlikka tortish tizimini joriy etadi. 13-o'zgarish. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalarining ishlash tartibi o'zgaradi. Fuqarolarni TIEKda ko'rikdan o'tkazishga yuborish uchun zarur bo'lgan amaldagi davolanish muddatlari bo'yicha talab bekor qilinadi. U har bir kasallikning kechishi va turiga qarab alohida belgilanadi. TIEKning vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasi muddatini uzaytirish va maxsus jihozlangan transport vositasini boshqarishga yaroqlilikni aniqlash bo'yicha funksiyalari tugatiladi. Ular davlat tibbiyot muassasalariga o'tkaziladi. 18 yoshdan katta shaxslarga nogironlik belgilanganda nogironlik muddati va sabablari, tibbiy reabilitatsiya tadbirlari, protez ortopediya buyumlari va reabilitatsiyaning yangi texnik vositalari ehtiyoji to'g'risidagi ma'lumotlar har bir aniq holatdan kelib chiqib, yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida shakllantiriladi. 14-o'zgarish. Yagona yetkazib beruvchilarni reyestrga kiritishadi. Yuridik va jismoniy shaxslarni yagona yetkazib beruvchilar reyestriga kiritish uchun arizalar Davlat xizmatlari markazlari yoki YAIDXP orqali qabul qilinadi. Azizlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bizni kuzatishda davom eting.